Kechagi olib kelgan materiallarni obzor qilib beramiz degan edik. Bugun endi xudo xolisi hammasini bitta-bitta ko'rsatamiz. Mana materiallar bular. Mana bular sochiq ekan. Bu salfetga sochiq deyishdi buni. Ko'k shu ranglisi, mana bu oq. Mana bu ham oq. Keyin mana bu chit material ekan. Bularni ham ko'rsataylik. Bular endi metri necha metrligini bilmayman lekin. Mana bunisi satin deydi, satin ekan. Mana bunisi ham. Keyin mana bunisi bor. Bu bor. Keyin mana bu girbishim bor. Mana bu girbishim. Bular 40 metrda menimcha. Keyin mana bu bor ekan. Bu ham chit material, mana bunisi bor. Mana bu girbishim bor. Mana bunisi ham hammasi girbishim bular. Bular hammasi 5 metr, 10 metr mana shunaqada. Keyin mana bular bor. Bular nima deydi nomini men lekin bilmayman. Tapta deydimi? Keyin mana pakrivallar bor. Pakrival bir 13 deydi.